qurilish tadbirkorligi bilan 6 yildan buyon shug'ullanib kelamiz. Undan tashqari o'zi bir 20 yildan oshiq tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelamiz. Eng birinchi tadbirkorligimiz maktab bozori bo'lgan. Keyin Buxoro viloyatida suyultirilgan gaz ta'minoti, yoqilg'i quyish shoxobchalari bilan biznes qilganmiz, boshqarganmiz. Keyin muzqaymoq ishlab chiqarish zavodlarini o'zimiz qurib, o'zimiz ishlatib, sutkasiga 7 tonnagacha sutni qayta ishlab, marojni biznesi bilan shug'ullanganmiz. Bir 50 dan oshiq xodimlarimiz bo'lgan, ishchilarimiz. Undan keyin temir beton plitalari bilan shug'ullanib, viloyatlarda yashab, uyga ehtiyoj sezilganimizdan keyin shu har bir oilani bir vatani uyi bo'lishi uchun harakatimizni qilib, shunga hammamizga manfaatli bo'lishi uchun shu qurilish biznesiga turtki bo'lgan, shu bilan kirib kelganmiz-da. Shu bilan mana 6 yildan buyon faoliyat olib boryapmiz. Bu faoliyatimizda juda ko'p kamchiliklar bo'lgan. 1000 dan oshiq xonadon qurilishida ishtirok etganmiz. Bundan tashqari 4 ta o'zi majburiy qilinishi kerak bo'lgan hujjatlari bor. Ulardan hujjatidan birinchisi tuman, shahar hokimining qarori bo'ladigan bo'lsa, yer ajratish bo'yicha qarori bo'ladigan bo'lsa, undan keyingi o'rinlarda o'sha viloyat hokimiyatining, shahar hokimligining kengashlari bo'ladi. Undan keyin ekspertiza xulosasi, Qurilish vazirligining ekspertiza markazi va agentligi bor. O'sha agentlikning xulosasi kerak bo'ladi. 3-hujjatimiz, 4-hujjatimiz GASNdan xabarnomasi kerak bo'ladi. O'shanda qurilish boshlashga to'liq hujjatlangan bo'ladi.